Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Play kanali. Xullas Minecraft telefon versiyasidan kompyuter versiyasiga o'rgataman. Birinchi navbatda nastroyga kiramiz. Tilda mayda inglizcha bo'ladi. Xuloslar montajlar bir xil. Keyin o'tib bitta play qo'yamiz. Ana hamma narsa buzilgan, boks o'ynatyapti. Endi nastroyga kiramiz. Bu yerda hech qaysi biriga tegmaymiz. Bu yerda xo'sh, mana uni ko'taramiz. Qochibdir. Mana uni ko'taramiz. Keyin esa mana uni adashibmiz. Xullas buni o'chiramiz. Buni esa buni ichiga ko'tarib qo'yamiz. Mana bu yerda. Buni o'chirib buni yoqamiz. Buni ham maksimal qilamiz. Profilga ketamiz. Videos. Buni yuz qilamiz. Buni ham yuz qilamiz. Keyin buni yoqib, buni ikkalasini o'chiramiz. Bo'ldi. Nastroykamiz tayyor. Yana qiziqarli qanaqadir savol yoki nimalar bo'lsa beraverasizlar. Video tamom. Like qo'yasizlar.